kun issig'ida konditsionerni yoqib turib uxlaydigan akalarimiz. Agar sog'lig'ingizga konditsioner ta'sir ko'rsatmasligini xohlasanglar, shu videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Ba'zi bir akalarimiz kun issig'ida konditsioner yoqib turib uxlab yorishadi. O'zi yoqadi hamda kun issig'ida. Shuning uchun bunda nima qilish kerak? Agar sog'lig'ingizga ta'sir ko'rsatishni xohlamasangiz, konditsionerda sleep degan funksiyasi bor. Sleep degan demak tugmachasini bosib qo'yadigan bo'lsangiz, konditsioner ishlayotganida siz uxlayotgan paytingizda avtomatik tarzda temperaturani ko'tarib boradi va sizni sog'lig'ingizga ta'sir ko'rsatmaydi. Qanaqa deysizmi? Misol qilib keltiraman. Konditsionerda siz 22 gradus sovutishni qo'yib qo'ygansiz. Ma'lum bir muddatdan keyin konditsioner avtomatik tarzda uni 23 ga ko'taradi. Yana ozgina muddatdan keyin 24 ga ko'taradi. Va albatta siz uxlayotganingizda konditsioner sizni shamollashdan yoki sog'lig'ingizga ta'sir ko'rsatishdan qisman bo'lsa ham oldini oladi. Kimga shunaqa aqlli konditsionerlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishinglar mumkin bo'ladi yoki Akfa savdo markaziga tashrif buyursanglar, konditsionerlarni tanlab olishinglar mumkin. Akfa savdo markazi Ashxobod bog'ining shunday yonida joylashgan.